Bir vaqtlar bir partada o'tirib, birga o'ynab kulgan, birga darsga shoshilgan ikki sinfdosh. Bugun ularning taqdiri ikki yo'lga ayrildi. Biri qabrda, ikkinchisi esa sud ayblov kursisida. 2025-yil 3-iyun kechasi Jizzax shahar Hamid Olimjon mahallasida joylashgan choyxonada 24 yoshli ayblanuvchi o'zining ikki sinfdosh do'stlari bilan o'tirib, spirtli ichimlik iste'mol qiladi. Sinfdoshlar o'rtasida ochilgan Telegram kanalida marhum ayblanuvchiga har xil haqoratli so'zlarni yozib, so'kkanidan so'ng ular yuzma-yuz gaplashib olishga kelishib, marhumning uyi yaqinida soat kechasi 21:30larda ko'rishganida esa yana tortishib ketishgan. Spirtli ichimlik ta'siridagi yigit o'rtog'ining turli joylariga o'zi bilan olib kelgan oshxona pichog'i bilan qayta-qayta zarba beradi. Bir lahzada hayot uzilib, voqea ortida faqat iztirob, ko'z yosh, o'ylamay qilingan jinoyat uchun cheksiz pushaymonlik qoladi. Qilgan ishimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Yoshlik oqibatida spirtli ichimlik ta'sirida yoshlikdan o'sgan o'rtog'imga tan jarohati yetkazib, mudhish hodisa ro'y berdi. Bu holat bo'yicha o'rtog'imning uydagilardan, yaqinlaridan kechirim so'rayman va bu holat boshqa qaytarilmasligi uchun sud hay'ati va prezidentdan, vatanimdan uzr so'rayman. Menga yengilroq jazo berishingizni so'rayman va qilgan ishimdan pushaymonman. Sud tomonlarning ko'rsatuvlarini va ayblanuvchining so'nggi so'zini tinglab, quyidagicha hukm qildi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 454-457 va boshqa moddalarini qo'llab, sud hay'ati hukm qiladi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 97-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybli deb topilsin. Sudlanuvchiga Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchiga jazoni o'tash muddati umumiy tartibli koloniyalarda o'tatilsin. Bu fojia maktab, ota-onalar oldida turgan katta mas'uliyatni yana bir bor eslatdi. Bolalarni bosiqlikka, nizolarni tinch yo'l bilan hal qilishga o'rgatish shart.